Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yulduz bo'laman degan har bir inson yulduz bo'lib, barchaning ichida izzat e'tiborda yurishi bilan birga omma orasidagi mish-mishlarga ham chidashiga to'g'ri keladi. Shunday mish-mishlar iskanjasida qolgan xonanda Dilso'z ushbu dasturimiz qahramonidir. Dilso'z taxallusi bilan ijod qiluvchi xonanda Go'zal Jumaniyozova, ya'ni Raimova, uning atrofida yuzaga kelgan shov-shuvlar munosabati bilan Darakchi gazetasiga katta intervyu berdi. Suhbat davomida to'yi nima sababdan kechikkani va farzandi ko'pchilik nazarida erta tug'ilgani sabablarini ma'lum qildi. Odamlar bilib-bilmay xulosa chiqarib, gap tarqatganidan xafa bo'ldim. Albatta, 7 yillik sevgi tariximizdan xabaringiz bor. Aslida to'yimiz 2014-yil noyabrda bo'lishi kerak edi. Bunga hamma narsa tayyor edi, dedi xonanda. Kutilmaganda 21 yoshli jiyanim vafot etdi. Ta'ziyali bo'lganimiz uchun to'yni qoldirgandik, lekin Navoiyda nigoh o'qitilgan FHDYodan ham o'tgandik, dedi Dilso'z. Toshkentdagi to'yni orzu-havasimizdagidek o'tkazish uchun fursat kutdik. Farzandim esa muddatidan biroz avval dunyoga keldi, deya qo'shimcha qildi xonanda. Eslatib o'tamiz, xonanda Dilso'z va Mango guruhining a'zosi Farruh Raimovlar turmush qurgan. Ularning to'y marosimlari 2015-yil 15-aprel Navoiyda, 21-aprelda esa Toshkentda bo'lib o'tgan edi. Ko'p o'tmay, xuddi shu yilning 18-oktyabrda Dilso'z Toshkentda qiz farzandli bo'ldi. Ya'ni ularning farzandi to'ylaridan so'ng 7 oydan keyin dunyoga keldi. Chaqaloqning erta tug'ilganiga barcha muxlislar qiziqdi va turli xil taxminlar bildirishdi. Ko'p o'tmay esa Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali Dilso'zning tug'ruq jarayoniga oid suratlar tarqaldi. Xonandalar atrofidagi bunday gap-so'zlar bo'yicha oydinlik kiritish maqsadida Kun.uz tahririyati Farruh Raimov bilan telefon orqali bog'landi. Farruh Raimov muloqot chog'ida Go'zal Jumaniyozova bilan bir shaharda yashagani, hatto ular 10 kun farqi bilan bitta tug'ruqxonada dunyoga kelishgani, ya'ni 1989-yilda haqida aytib berdi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha vaqtdayoq chaqaloqlarning onalari quda bo'lishni niyat qilishgan. Farruh va Go'zal bir-birini bolalikdan yaxshi tanishgan. 4 yil oldin nigohdan o'tgan. Sabablarga ko'ra elga to'y qilib, bu haqda e'lon qilmaganmiz. Faqat aprelda nigoh to'yini qilib berdik. Avvaliga 15-aprelda Navoiyda, 21-aprelda Toshkentda xalqqa to'y qildik. Odamlar buni noto'g'ri tushunishmasin va turli shubhalarga borishmasin, deydi Dilso'zning turmush o'rtog'i. Shuningdek, internet orqali tarqalayotgan suratlar bo'yicha ma'lumot berib, bu suratlar shifoxonaning tug'ruq jarayoniga aralashmagan boshqa xodimi tomonidan tushirilgan bo'lishi mumkinligini, buni aniqlash jarayoni ketayotganini bildirgan. Uning qo'shimcha qilishicha, aybdor topilib jazolanishi kerak. U jamiyatdagi odamlarning o'zgalar hayotiga aralashishini kanda qilishmayotganidan ranjiyotganini ma'lum qilgan. Ushbu voqeaga esa xonanda Dilso'z quyidagicha fikr bildiradi. Tug'ruqxonadan chiqishimizdan bir kun avval dugonam Iqbola qo'ng'iroq qilib, "Rasmingni ko'rdingmi?" deb qoldi. Yodingizda bo'lsa, to'yimizdagi rasmni olib, Photoshopda meni 5 oylik homiladordek qilib tarqatishgandi. Yana o'shanday rasmlardir-da deb, bunday xabarni aytma, kayfiyatimni buzgim kelmayapti, dedim. So'ng dugonam go'shakni qo'ydi. Ovqatlanayotgandim-da. Biroz o'tgach Telegramga kirib, ne ko'z bilan ko'rayki, tug'ruq vaqtimdagi rasmim. Rosti shokka tushib qoldim. Darhol Farruh akaga qo'ng'iroq qilib aytgandim. Tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada g'azab otiga mindi. Kechqurun bo'lgani uchun bosh shifokor bilan gaplasha olmadim. Sutim qochmasligi uchun asabiylashmaslikka harakat qildim. Tong otishi bilan bosh shifokorning oldiga borib rasmni ko'rsatdim. U ham hayron bo'lib, o'sha kuni navbatchilik qilgan barcha xodimlarni chaqirtirib so'roq qildi. Albatta hech kim aybini tan olmadi. Farzandim tug'ilishiga hali vaqt borligi uchun tug'ruqxona gaplashmagandim.
kutilmaganda dard tutib qolgani uchun tug'ruqxonaga bordim va navbatchilik qilayotgan shifokorlar meni qabul qilishdi. O'zimning gumonim bir shifokor ayoldan, qolgan shifokorlar rus edi. Ular hatto meni xonanda ekanimni bilishmadi ham. Lekin u ayol meni darrov tanib, salkam hamshahar ekanmiz deya o'zini menga yaqin tutgandi. Ayol kishi bo'la turib, dard tutib yotgan ayolni rasmga olib tarqatganiga hayron qoldim. O'sha kuni uning telefonda gaplashganini ham ko'rgandim. Boshqa shifokorlarning qo'lida telefon yo'q edi. Eshitishimcha, san'atkor ayollarning bunday rasmlari birinchi bor tarqalishi emas ekan. To'g'ri, aktrisa Xosiyat Hasanovani shifokorlar kisercha kesish usuli bilan tug'dirayotgan vaqtidagi rasmini ko'rib dahshatga tushgandim. Eshitishimcha, raqqosa Parizodaning ham shunday rasmi tarqalgan ekan. Bunday ketma-ket zarbalar shuncha yil misqollab yiqqan obro'yingizga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Ochig'i odamlarning gap so'zi bilan yashaydiganlar sirasidan emasman. O'zimga to'g'riman, o'z hayotim bilan yashayapman. Sevib, sevilib turmush qurdim, farzandli bo'ldik. Eng baxtli ayollardan biriman. Baxtimizga ko'z tegmasin. Gap so'zlarga qaraganda, poytaxtdagi to'yingizni ustozingiz Sardor Rahimxon o'tkazib bergan ekan, yo bu mishmishlardan birimi? Navoiydagi to'yni ham, Toshkentdagisini ham Farruh aka ikkimizning oila a'zolarimiz kelishgan holda o'tkazishgan. Turmush o'rtog'im o'zi ishlab topgan puliga to'y qildim. To'yingiz munosabati bilan falon narsalarni biz to'yona qilamiz deganlar chuv tushirib ketgani quloqqa chalingandi. Ha, bunday voqealar ham bo'lgan. Kamera dekoratsiyasini tashvishini qilmanglar, to'yona qilamiz deganlar to'yxonada kelin-kuyov bo'lib o'tirganimizda pulini beringlar deb kelganida lol bo'lib qolgandik. O'sha vaqtda pul topib berib yubordik. Keyin esa hech kimning va'dasiga ishonmay, hamma narsani o'zimiz qilganimizga yetmas ekan degan xulosaga kelganmiz. Lekin san'at sohasidagi opa va dugonalarim yaqindan yordam berishdi. Erkaklardan ko'ra ayollar mard ekaniga ham amin bo'ldim. Xonanda Dilso'z ushbu voqealarga qanday chora ko'rdingiz degan savolga quyidagicha javob bergan. O'zim ham ichki ishlar tizimida ishlaganim bois ularga murojaat qildim. Tug'ruqxonadan chiqishimdan oldin odam yuborishdi. Ariza yozib berdim. Hozir tergov ishlari boshlangan. O'sha tug'ruqxonaning bunday ishlariga chek qo'yish kerak. Qaytib bu tug'ruqxonaga bormayman. Ishonchimni suiiste'mol qilishdi. Ayol kishi farzandini dunyoga keltirayotgan paytda u dunyo va bu dunyoning o'rtasida bo'lar ekan. Dard tutib, qiynalib turgan ayolni nahotki suratga olgan inson bu haqida bilmasa, u ham ayol ekan-ku, axir uni ham ona dunyoga keltirgan-ku. Shu darajada insoniylikni yo'qotib qo'ygan insonlar ham bormikan? Nahot ularni inson deb atash mumkin bo'lsa? Buyuk bobo kalonlarimizning bir misralari bor. Odamlar bor, odamlarning naqshidir. Odamlar bor, hayvon undan yaxshidir. Xonanda Dilso'zning tug'ruqxonada olingan suratlarini kim tarqatgani va u inson qo'lga olinganmi yoki yo'q, bu haqida biz ma'lumotga ega emasmiz. Lekin albatta har bir inson qilmishiga yarasha jazolanishi kerak deb hisoblaymiz. Mashhur yulduzlar doimo mishmishlar iskanjasida yashaydi. Bu mishmishlar ham bir kun so'nadi. Odamlarning yodidan chiqadi. Biz Farruh Raimov va Go'zal Jumaniyozova, ya'ni Dilso'zga oilaviy baxt, quvonch tilab qolamiz. Aytganday, xonanda Dilso'z qiziga o'zining taxallusini bergan, Dilso'z deb ism qo'yishgan. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.